Assalomu alaykum obunachilarimiz. Xudo xolasa mana 504 Lux varianti, kabinali varianti keldi. Xudo xolasa 504larimiz. Qisqacha obzorini qilib beramiz. Hop, qisqacha obzori oldingilarida kompressor bo'lmagan edi. Kompressorlarni qo'ydirdik. O'sha motorlari o'sha prostoy apparat, salarka tanlamaydigan bo'ladi. Switch nakallari bor. Moy sistemasiga keladigan bo'lsak, korobkaniki, zadnimoski bitta bo'ladi, rulovoyiki отдельный bo'ladi. Hop, orqa pritsepnoylarniki отдельный bachov qilingan unga. Ko'rsanglar bo'ladi, отдельный bachov uniki. Pritsepnoylarniki bir xil pritsep taqqanda har xil moy aralashib ketib qoladi. Korobkalarda oldin korobkadan so'rardi, hozir shuni hisobiga tepaga отдельный qo'yilgan. Hop, pritsepnoylarimiz tepaga ham pastga ham bosadi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Balon razmerlarimiz ham ancha katta bo'lgan. 12.428 bo'lgan orqa balonimiz. Oldi balonimiz 8.320. Faralarni ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Ancha o'zgarish bo'lgan faralarida ham. Oldi orqa faralar. Migalkalar qo'yilgan. Mana orqa dvorniy. Kameralarimiz ham bor. Endi saloniga keladigan bo'lsak, saloniga keladigan bo'lsak, oldin reverslarimiz pastda bo'lardi, sidenaning yonida. Hozir tarpetkaga ko'chirilgan. Pritsepnoylar ham xuddi shunaqa pastda bo'lardi, tepaga ko'chirilgan hozir bular. Qulay bo'lgan. Tashbaqa quyonlar. Blokirovkalari ham bor. Vom отдельный ruchkasi 540 ming vomi. Oldi vedущийlar ham mana polda bo'lar, tepaga ko'chirilgan. Salon polniy обшивка bilan jihozlangan. Jaluzilarimiz bor mana. Lukkiki ham. Oldin laboyiki ham bor. Kamerani, monitorlarni ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Tinib ko'rsatib beradi. Отдельный ventilyatorlari ham bor, konditsioner, hamma narsasi bilan jihozlangan. Mikrofon. Oldi orqa dvorniy, migalkalarni yoqib o'chirish pastga ko'chgan. Konditsionerimiz faqat tepada. Yoqib o'chiradigan joyi. Bu salonga keladigan bo'lsak, отдельный USB zaryadkalarimiz ham bor. Telefon qo'yadigan joylar mana. Bemalol Mahmudga flashlarni qo'yib, konditsionerlarni yoqib, dalada xizmatni ko'rsataverasizlar, xudo xolasa. Yengil mashinada nima qulaylik bo'lsa, hammasi bor, xudo xolasa. Bu 504 kabinali Lux variantimizni narxiga keladigan bo'lsak, 140 million so'm. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz ham bor. Bizlarga obuna bo'lishni davom etinglar. Xudo xolasa kuzatib tursanglar, bundan ham yaxshi videolarni, bundan ham yaxshi traktorlarni xudo xolasa obzor qilishni davom etamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.